Kinodan ko'ngli sovigan, Manzura bilan tortishib qolgan va nomiga dog' tushishini istamaydigan Durdona Qurbonova haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi yangiliklar bilan bo'lishamiz. Iltimos, videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zbek shou-biznes olamida o'ziga xos o'rin topgan Durdona Qurbonova haqida muhim xabar tarqaldi. Durdona Qurbonova va Feruza Normatov va million jamoasidagi ishtirokidan so'ng bir-biri bilan arazlashib qolgan. Durdona Qurbonova hamkasbi bilan o'rtasidagi kelishmovchilikning quyidagicha izohlagan. Nega munosabatimiz yaxshi emasligini u aktrisadan so'rash kerak. O'sha paytda o'rtamizda har xil gap so'zlar bo'lgan. Hozir hammasiga to'g'ri qarayman. Atrofdagi insonlar ha deb itaraverish, unga qarab talpinavermaysiz-ku. Bundan tashqari salomga yarasha alik olinadi. U aktrisa ham muomalasiga yarasha javob olgan. Lekin hozirgi kunda ularga nisbatan dushmanchiligim ham, ortiqcha gapim ham yo'q, degan aktrisa Durdona Qurbonova. Bundan bir necha yil avval Manzura ma'muri orqali Durdona Qurbonovaga klipiga suratga tushish taklifi bilan chiqqan, ammo Durdona Qurbonova gonorar ozligi va qo'pol muomala sababli taklifni rad etgan. Bu voqea keyinroq ikki san'atkor o'rtasida biroz nizoli va tushunarsiz vaziyatni keltirib chiqargan. Menga Manzuraning administratori qo'ng'iroq qilib, klip borligini, vaqtim qandayligini so'radi. Men taqvimga qarab vaqtim borligini aytdim. Narx so'radi, aytdim. Birozdan keyin qayta qo'ng'iroq qilib, men tushadigan bo'lganimni, lekin narx biroz men so'ragan summa bo'lmasligini aytishdi. Men esa ular aytgan narxga tusha olmasligimni aytsam, nima qilibdi, klip Manzuraniki-ku, dedi. Men Manzura bo'lsa tekinga tushib berishim kerakmi, dedim. Menga ko'p rejissyorlar qo'ng'iroq qilib, suratga tushish kerak bo'lsa, muomalani juda chiroyli ushlashadiki, kelganimdan ham ular aytgan summaga rozi bo'laman. Aslida men Manzuraning klipiga chiqib tanilib ham ketmayman. Men so'ragan summani boshqaga berib rol o'ynatganlarni ham bilaman. Aldama meni ko'rsatuv boshlovchisi Ma'ruf Xo'jaga ham yuqoridagi gaplarimni kesmasdan efirga berishni aytdim. U ham kesmasligini aytdi. Instagramda ham menga yozishdi. Bu yerda Durdonani yomon ko'rsatib qo'yishgan. Biz o'sha syomkada tomoshabin bo'lganmiz. Manzura opani qanday hurmat qilishini ko'rdik. U buni tushunmasdan intervyu berib qo'ygan, deganlar ham bor. U intervyularida meni eplolmaydi degan mazmunda gapiribdi. Balki shunday bo'lishi ham mumkindir. Lekin men san'atga boshqa sohadan kelib qolgan havaskor aktrisa emasman. Kollejda ham, institutda ham shu yo'nalishda o'qiydigan professionalman, degan Durdona Qurbonova. Eslatib o'tamiz, o'tgan yili Durdona tug'ilgan kuni munosabati bilan ota-onasining katta orzusini ro'yobga chiqardi. U ota-onasiga hovli sovg'a qildi va ularning uzoq yillik orzusini amalga oshirganini ma'lum qildi. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.